Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun issiq kunlarda yuz terimizni namlantirish uchun va oziqlantirib, uni yaxshilab namlantirib, quyoshdan asrashimiz uchun tonik tayyorlaymiz. Ya'ni spirtsiz uy sharoitida tonik tayyorlashni o'rgataman. Bu tonikdan hamma yuz terlari foydalanishi mumkin. Buning uchun bizga aloe vera kerak bo'ladi. Aloe verani geli. Aloe vera gelini siz parfyumdan yoki aptekadan olishingiz mumkin. Uydagi aloe gulini bargi, tirik bargi u bo'lmaydi, u kerak emas. Xo'p. Bir choy qoshiqda aloe vera gelini olamiz. Buni idishga solamiz. Undan keyin yarim stakancha yoki yarim piyolacha distillangan suv yoki bo'lmasa mineral suv. Hozir bu mineral suvdan tayyorlayapman. Gazsiz, gazlanmagan mineral suv yarim stakan solamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtiramiz yaxshilab. Undan keyin bunga kastor yog'i solamiz. Ya'ni kanakunjut yog'idan 1-2 tomchi sovuramiz. Yuzimizni quritib tashlamasligi uchun. Kanakunjut yog'i tarkibida vitamin A, vitamin E lar bor, terini namlantirib beradi. Bundan juda ham kam solamiz qizlar. 1-2 tomchi. Mana shu yetadi. Mana shu. Demak, yaxshilab aralashtirdik. Mana bizni tonerimiz tayyor bo'ldi. Tonikimiz tayyor bo'ldi. Buni o'zingiz xohlagan bironta idishga, qulay idishga yoki kichkina bankachalarga, og'zi yopiladigan bankachalarga solib, albatta xolodilnikda, ya'ni muzlatgichda saqlab ishlatamiz. Qachon ishlatamiz? Yuzimizni yuvganimizdan keyin, yuzimiz yana qurib qolmasligi uchun gellarda kechqurun yuvganingizdan keyin mana shu tonerni surib qo'yasiz. Tonerdan keyin siyvortka, ya'ni serum, keyin esa krem foydalanamiz. Demak, tayyor bo'lgan tonerimizni bironta idishga solib qo'yamiz. Parfyum bo'shagan idishlarimizga. Menda malochkam bo'shab qolibdi. Mana shunga solib qo'ymoqchiman. Bunga solib qo'yib, yuzimizdagi makiyajlarni o'chirishdan ham foydalansangiz bo'ladi va yuzingizni yuvgandan keyin uni namlantirish maqsadida ham tonerni foydalansangiz bo'ladi. Tonerdan keyin serum, serumdan keyin esa nima bo'ladi? Kommentariyada yozib qo'ying. Qani, hammamiz bilar ekanmizmi? Serumdan keyin nima surtiladi? Mana shuncha bo'ldi. Juda ham rangi chiroyli. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashilroq rang. Hozir buni yuzimga surtib ko'rsataman. Juda ham zo'r toner tayyorladik. Yuzimda hozir hech narsa yo'q. Chunki undan oldin bitta video qilgandik. Maysa, terimiz namlanadi. Chunki quyosh nurida kun issiq, teri tez g'ijimlanib qoladi-da. Shuni namlantirib tursak, teri qarimaydi. Yana aloe bilan, aloe namlantiradi, kastor yog'i, hammasi tarkibidagilar. Zo'r. Juda ham zo'r namlanadi teri. Hamma yuz terlari foydalanishi mumkin. Foydalanib ko'ring va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz va men tavsiya berayotgan hamma muolajalar va YouTube'da berib borilayotgan maska kremlardan foydalanib qanday natijalarga erishdingiz? Sizga eng yoqqan maska retsepti qaysi bo'ldi? Qaysi yo'nalishda ko'proq sizlarga yordam berishimiz kerak? Shu haqida siz kommentariyada yozib qoldiring. Eng oson bo'lgan usullarda uy sharoitida terimizni chiroyli qilish uchun men sizga tavsiyalarni berishda davom etaman. Shunday qilib bizni kuzatuvchi aziz muxlisam, biz bugungi video rolikimizni tugatdik. Bizni yuz terimizga qanchalik biz ximikatsiz, tabiiy usulda tayyorlangan krem va maskalardan foydalansak, terimiz kundan kunga yosharib, yanada chiroyli bo'lib, qarimaslik uchun va qarib ketmaslik uchun o'z ishini davom ettiradi. Teringizning go'zalligi faqat o'z qo'lingizda. Teringizga eng yaxshi bo'lgan Mohim brendidagi tabiiy kremlardan foydalanishingiz tavsiya qilinadi.